5 mikrorayon Medalda eski bog'dashning yonidan 4 qavatli elitni domimizni 4-qavatdan 3 xonali tayyor kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Kiraverish eshigi, kiraverishda chiroyli pirxoshkamizni qilib qo'yganlar. Bu kirgandan o'ng qo'lga sanuzolimiz, to'g'riga 1-xonamiz va oshxonamiz, 2-xonamiz, 3-xonamiz. 1-xonamizdan ko'rsatib o'tishni boshlayman. Ichki eshiklarimiz yaxshisidan MDF eshiklarda aboylarimiz moyishi, elta pardalar qilingan, issiqlik tizimlarimizga ulangan, derazalarimiz yaxshisidan plast derazalarda. Uyimiz 4 qavatli yangi g'ishtli domni 4-qavatda joylashgan. Bu esa sanuzol xonamiz. To'liq kafil qilingan, lit unitazda qilib qo'yilgan, vannalarimiz qilingan, rakvinalarimiz qilib qo'yilgan, elektron oynalarda. Uyimizning manzili 5-mikrorayon, shundagina Medalda restoranining yonida joylashgan. Bu esa 2-xonamiz bo'lyapti. To'liq pol qilingan, ko'rishingiz mumkin. Aboylarimiz qilib qo'yilgan, elta pardalarimiz qilib qo'yilgan. Uyimizning lokatsiyasi juda ham yaxshi. Bog'cha, maktab, hamma narsa yaqin joyda joylashgan. Dekorativ ishlovlar berilgan, o'zini balkonlarga ham ega, issiqlik tizimlariga ulangan, elta pardalarimizni ham qilib qo'yganlar. Bu esa oshxonamiz bo'lyapti. Duh konturli katyollarga ulangan, domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Bu oshxona qismi bo'lyapti. Issiqlik tizimlariga ulangan, elta pardalar qilib qo'yilgan. Uyimizning umumiy maydoni 80 metr kvadrat. Kimga ko'proq ma'lumot qiziq bo'lsa agar, pastdagi nomerlarga murojaat qilib, kelib ko'rib, baraka qilib ketishingiz mumkin. Hammalaringizga rahmat.